Assalomu alaykum. Bugun biz barqaror rivojlanish maqsadlarining birinchi yo'nalishi kambag'allikka barham berish, ya'ni no poverty haqida suhbatlashamiz. Kambag'allikka qarshi kurash bu faqat iqtisodiy muammo emas, balki insoniy qadriyat va adolat masalasidir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2015-yilda qabul qilgan barqaror rivojlanish maqsadlariga ko'ra, 2030-yilgacha dunyo bo'yicha ekstremal kambag'allik darajasini 0% ga tushirish rejalashtirilgan. Bu degani, har bir inson oziq-ovqat, ta'lim, sog'liqni saqlash va munosib yashash sharoitiga ega bo'lishi kerak. Bugungi kunda dunyo aholisining 8-9%, ya'ni 600 milliondan ortiq inson hanuz kambag'allik chegarasida yashamoqda. Xususan, Afrikaning Sahara janubi mintaqasida va Janubiy Osiyoda bu ko'rsatkich eng yuqori darajada. Kambag'allikning asosiy sabablari iqtisodiy tengsizlik, ta'lim va tibbiy xizmatlarga kirish imkonining cheklanganligi, ishsizlik va iqlim o'zgarishidir. Shu sababli Birlashgan Millatlar Tashkilotining birinchi maqsadi boshqa 16 ta maqsad bilan chambarchas bog'liqdir. Masalan, ochlikka barham berish, sifatli ta'lim, munosib ish kabi maqsadlar, ularning barchasi kambag'allikka qarshi kurashda asosiy rol o'ynaydi. O'zbekiston ham bu global tashabbusni qo'llab-quvvatlab, so'nggi yillarda kambag'allikka qarshi kurashni davlat siyosatining markaziga qo'ydi. 2021-yilda kambag'allikni qisqartirish strategiyasi 2030 qabul qilindi. Unda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, bandlikni oshirish va aholining turmush sifatini yaxshilash bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Har bir oila tadbirkor, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi dasturlar minglab fuqarolarga o'z biznesini boshlash va barqaror daromad topishda imkon berdi. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2017-yildan 2024-yilgacha mamlakatimizda kambag'allik darajasi 17% dan 11% gacha kamaygan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining No Poverty, ya'ni kambag'allikka barham berish maqsadlari bo'yicha umumiy maqsadlari: ijtimoiy adolatni ta'minlash va past daromadli talabalarni qo'llab-quvvatlash. Talabalarning ijtimoiy holatini hisobga olgan holda moliyaviy yordam, stipendiya va kontrakt kompensatsiyasini tizimini kengaytirish. Past daromadli oilalardan chiqqan yoshlarning oliy ta'limga kirish imkoniyatini oshirish. Mahalliy startap va ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish. Talabalar va bitiruvchilarning ijtimoiy yo'nalishdagi startap g'oyalarini inkubatsiya markazi va grantlar orqali qo'llab-quvvatlash. Kambag'allikka qarshi ilmiy tadqiqotlar va siyosiy tashabbuslarni rivojlantirish. Past daromadli va ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar universitet tomonidan talabalar turar joyi bilan bepul ta'minlandi. Bu esa ularning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qildi. 2023-yilda 371 nafar, 2024-yilda 416 nafar talabalar turar joyi bepul taqdim etildi. Xalqaro talabalarga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sifatida esa 2023-yil 28 nafar, 2024-yil 103 nafar xorijiy talabalarga yotoqxona joylari bepul ajratildi. Bu ularning yashash va o'qish imkoniyatlarini tenglashtirdi. Universitet tomonidan 2023-yilda 9 marotaba, 2024-yilda 11 marotaba startap tanlovlari va loyihalar tanlovlari tashkil etildi. Shuningdek, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 2020-2025-yillar mobaynida Scopes bazasida chop etilgan maqolalari aynan barqaror rivojlanish maqsadlarining birinchi maqsadi No Poverty bo'yicha 74 tana, iqtiboslar soni esa 1466 tani tashkil etdi. Universitetda tashkil etilgan Tomchi Charity xayriya fondiga 2023-yil 50 million so'mdan, 2024-yilda esa 70 million so'mdan ko'proq pul mablag'lari kelib tushdi va bu xayriya fondi orqali mehribonlik uylari va qariyalar uyiga tashrif buyurilib, ularning holidan xabar olindi. Ijtimoiy adolatni ta'minlash va past daromadli talabalarni qo'llab-quvvatlash. Bu nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy adolat sari katta qadamdir. Xulosa qilib aytganda, kambag'allikka barham berish bu faqat davlatning ishi emas. Har bir fuqaro, ayniqsa biz yoshlar, bu jarayonda o'z hissamizni qo'shishimiz zarur. Kambag'allikka qarshi kurash bu inson sha'nini himoya qilish, imkoniyatlar tengligini ta'minlash va barqaror kelajak yaratish yo'lidagi harakatdir. Chunki barqaror rivojlanish hech kim orqada qolmaydigan jamiyat yaratish demakdir.